Bugun biz bilan 3 oylik onlayn guruhimizni tugatib, SAT'da umumiy super skor bo'yicha 1480 natija qilgan o'quvchimiz. Demak, birinchi topshirishlari va ikkinchi topshirishlari bilan shu kishini bir qancha demak savollar berib, javob maslahatlarini olishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi navbatda Obidjon, SAT sizga nima uchun kerak bo'ldi? SAT'ni olishimdan maqsad Amerika va Kanadadagi top universitetlarda grant asosida o'qish bo'lgan. Demak, kurslarimizni o'qishdan oldin, Hero Academy kurslarida o'qishdan oldin SAT haqida qanaqa tasavvurga ega bo'lgansiz? Uni qiyin deb o'ylaganmisiz yoki osonroq bo'ladi deb o'ylaganmisiz? SAT haqida ko'p eshitganman Hero Academyga kelishdan oldin. Bu testni ingliz tilida ayniqsa qiyin deb eshitganman, lekin bu yerga kelib to'g'ri strategiya bilan bu muammoni yengib balandroq natijaga erishganmiz. Oxirgi English natijangiz shunda? 700. 700. 800 ballda 700 juda ham noyob uchraydigan natija. Xo'p, SAT tayyorlanishda siz uchun eng qiyin qism qaysi bo'ldi? Qiyinchilik yengish uchun nima qildingiz? Kimdan yordam oldingiz? Yoki nimani ishlatdingiz? SATdagi eng qiyin qismi men uchun reading bo'lgan va buni yengish uchun ko'proq praktik testlar yechib, xatolarni ustida ishlab va support teacherlardan foydalangansiz? Ko'proq OnePrep veb-saytidan foydalanganman. Keyin support teacherlar bilan ko'proq ishlash ham ancha foyda bergan. Hero Academyda mana shu ustozlar yoki materiallardan tashqari eng katta yordam bergan narsa nima bo'ldi sizga? Hero Academyda o'sha o'tilingan darslarning hammasi saqlanib boriladi Telegramda. U o'quvchi uchun har doim ochiq bo'lishi bu plyuslardan biri deb hisoblayman. Keyin testlar uchun, praktiklar uchun hamma resurslarni boshida o'sha ta'minlab o'quvchini ta'minlab berishi o'sha plyuslardan biri. SATni boshlashdan oldin darajangiz ingliz tili qismi va matematika qismi bo'yicha qanaqa edi va hozirgi kunda natijangiz nechi? Ingliz tili qismi shu bu yoqqa kelmasimdan oldin intermediate atrofi bo'lgan, matematika 650 plyus bo'lgan, 650 atrofida. Ingliz tili hali IELTSga o'tmagandingiz? Yo'q, intermediate hali. Tushunarli. Hozirgi kunda demak ingliz tili 700, matematika 780. SAT tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa maslahat berasiz? SAT endi boshlamoqchi bo'lganlarga support teacherlar juda kerak bo'ladi. Chunki ular yuzma-yuz gaplashib, o'quvchini aniq muammosini topib bera oladi. Keyin ko'proq artikellar o'qish va testlarni ko'proq ishlash, xatolarni analiz bilan birga. Va savollarni masalan bir mavzu o'tilganda oson savoldan boshlab keyin qiyinlashtirish kerak. Hozir qaysi universitetlarga topshirish reja qilyapsiz yoki topshiryapsiz yoki topshirib bo'ldingiz? Hozir Amerika universitetlariga topshiryapman. Ulardan misol Duke universiteti va Washington universiteti. Insonlar, bu videoda bizda o'qib chiqqan va ayni vaqtda o'qib kelayotgan o'quvchilarning кейslari va ularning maslahatlari bilan tanishib oldingiz. Agar siz ham SAT'da o'qib turib, qisqa vaqt ichida zo'r natija qilaman deb niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, bundan tashqari keyinchalik top universitetlarga topshirishga menga yordam kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Hero Academyda biz hamma narsani qilamiz boshidan oxirigacha va sizning darajangiz aynan bizdagi mana bu o'quvchilarimizga o'xshab boshida intermediate yoki shu atrof bo'lishi shart emas. 0 dan boshlanadigan guruhlarimiz bor. Har bitta o'quvchini har qanday darajasi uchun mos keladigan o'qituvchilarimiz va dasturlarimiz siz uchun tayyor turibdi. Agar to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizda videomizning tagidagi описание qismida ma'lumotlarni qoldiramiz qisqacha va albatta bizda Telegram sahifamiz, shuningdek telefon raqamimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, administratorlarimizdan o'zingizga mos to'g'ri keladigan guruhlar haqida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hozir esa videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki xudo xolisa bundan buyog'iga yanada manfaatliroq va qiziqarliroq videolarni sizga taqdim etishga harakat qilamiz.